Gaqilshanim ko'rimiz. Xabar qo'yadish, xabar qo'ya. Öz muxbirimiz xəbri, tünügün axşam Solyav haltı qatili 3 adamның jiniga zaman boldi. Onun işlətgan qatillik vasısı faqat bir tal Solyav halta. Siz bu adamni ko'rgan bolsangiz, dərhal biz bilan aloqalashing. Jinim, O odam sizga o'xshaydi-ku. Ayya, burtvakan buning. Naq maydonda qeyib qalğan birdən bir jipuchi qatilning yalğan burdi. Biz texnika orqali uning bursiz holatini sizab chiqdik. Uning haqiqiy chiroyi mana mundaq. Uning bo'y egizligi 1.95 m. Qanchadan sen? 165. Shuncha. To'xtanglar, xato olib qapti. Bo'y egizligi 1.65 ga. Boshdan paka odam bo'lamdi. 1.60 qancha deding o'zini? Biz kameradan shuni bayqadikki, u naq maydondan qochgan chaqda mashinasida bu naqshini qo'yib atadi. Yaman xo'sham yo'q bu naqshni. Men bilaman, buni xo'sh yo'q. Hammadan biladi meni xo'sham yo'q ekanligini. Nima tangshib qo'yib, sen tangshiding-ku, sen tangshib qo'yding-ku. Kim o? Apam tangshib, apam. Аңин xabar, qonun doktori o'lgüchining ziyonkashlikka uchragan vaqtini tunigan kech soat 6 ekanligini jazmlashtirdi. Ya, Tunugin biz nerede? Tunugin bir kun. Ay, rost. Esim qursin, tunugin biz bog'chada. Ya, bog'chada. Bir kun bog'chada. Tunigan voqeaning yuz bergan o'rni bog'chining mashina to'xtash maydonida. To'xtanglar, ag'iylar, to'xtanglar, unda qilmanglar. O'zinglar bismillah, ha? To'xtanglar. Biz do'st-ku, ha? Voytong. To'xtanglar. Dunyoda 7 milliard odam bor, shundaqmi? Balkim boshqa odam bo'lishi mumkin. Menga o'xshab qolgan birsi-da bu. Bu bir tasodifiylik. Anglashlarga qaraganda qatilning eng oxirgi degan gapi dunyoda 7 milliard odam bor, shundaqmi? Balkim boshqa odam bo'lishi mumkin. Menga o'xshaydigan biri bordu. Bu bir tasodifiylik. To'xtanglar. Oxiri. Oxiri yo'q, bilganimiz mushinchilik. Toshmanglar, rost, men emas. Bu men emas. Cho'ng-shoq, men ko'rmadim, anglamadim, hech nima bilan asla ketib qolaylik. Rost, men emas, men qasam ichib beray. O'zini ma'lum qil, odosh, o'zini ma'lum qil. Agar sizlarda bu qatilga aloqador har qanday jipuch bo'lsa, biz bilan aloqalashinglar. 3 million dollar suyunchi berildi. 3 million. Sizlarga ulayishni bermaydi, men emas uchunki. 3 million, ha? Chiq pulga, chiq pul. Xatolashmanglar. 3 million kerak bo'lsa, ashini istamam sizlarga berib. Men bo'ladi g'ashta qiladi, ha? Jinim qiliqlaring g'alati chiqib bordi-ku. Bir yaxshiligini olib qoldi-da bizga odosh, ha? Men emas deydi bu yo'qlash. Rost, men emas. Qasam ichib beray. Uzanib sol. Narim o'xshaydi uningga. O rasmga narim o'xshaydi. Yaqla odosh. Anladim. Qulog'imni tutib olash, ha? Bilan kino ko'ramiz. Jinim, menga berib kino qo'ya. Ma'qul. To'g'ri, jinim, berib kino qo'ya. Yo, meni jinim emas. Meni, sen. Men talashma. O'tirsha. O'tirdik, mana. O'tirmiz. Ajoyib o'tiribman. Men g'azab o'tiribman. Hey, mashina olaymi deymanchiman men. Uy yo'g'i yaxshiychiman. Hozir mashina vaqtlarda bir uydan birini yuvasam, uyjaqli qilib qolsa emasmi? Paraxt alaylikmi? Paraxt deydi. Sayl sayat. O'g'andi. Daqishdan birini qilsa, odosh mana seni Yesa, agaga yesa. Mana qurol kimning qo'lida? Ay, unda o'ynamag'ida bishimlar. Meni qo'yib Kim bachinim? Lekin qotilkan sizda. Aka qilimdi. Qurol menda endi. Jinim. Voy siz qotilkansiz. Men qatllansam bo'lmaydi. Uydagilar nima qildi? Ha, lekin 3 milliondan nima degan bilan oson pul emas-da. Eng yangi xabar. Heliqi qatil oxiri qo'lga ilindi. Hozir sizlar bexatar bo'ldinglar. Endi ansirmisanglarmi bo'ladi? Bu ishda razvishliklarimiz intayin cho'ng to'kib ko'rsatdi. Aldab qo'ydik. Qo'yib tishdimi? Mana. Mana ishik. Hozir ishdi. Ay bir yordamchinglar menga. Asta ko'taraylik, asta. Bilamsizlar.
Men sizlarni haqiqiy do'st o'rnida ko'raman. Sizlarmi mening do'stim? Pul bilan munosabatsiz. Men yana sizlarga burunqi o'xshash muomala qilaman. Shundada do'stiga mushta bo'lish kerak. Akilinglar, men sizlarni kechirib etdim. Bo'ldi, mening do'stlarim. Baba gitayli. Eng yin xabar. Ular odamni xato tutyapti. Qotil yanil qechib yurmoqda. Mashinanglar. Hey, mashinanglar dedim-ku. Qaytib kelinglar. 抖音、